Uzunligi 5,5 metr, balandligi 2 yuqori joyga tayyor bo'lgan kuxni mebelimiz ustonovkasi tugadi. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Xolodilnikimiz tepa tomonlarini ham o'rab berganmiz. Tepalariga ariston joylashgan. Ikki yonlarini ham o'rab berganmiz. Joyimizdan unumli foydalanganmiz. Bu joyimizda har doimgidek musor paqirimiz bor. Tepa tomonlariga suv surkasini ham qo'yib berganmiz. Mexanizmlari ham yaxshisidan qo'yilgan. G'aladonada qo'shib soladiganlari ham bor mana. Mexanizmlarni ham yaxshisidan qo'yganmiz. Bu joyimizda duxovka, gaz, vitishkalarning tepa tomonlarini ham o'rab berganmiz. Chiroyli holatda ikki yonidan ham foydalansa bo'ladi. Tepa taraflariga ham ikkitadan polcha qo'yib berganmiz. Narsalar mana tartibli holatda joylashyapti. Past tomonini ham chuqurligi ancha chuqur bo'lgan, 1,5 metr qilib berganmiz. Chuqurligini bu tugash joyiga bo'lsa penal qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni ham ichlari ancha chuqur, kattaroq narsa qo'ysa bo'laveradi. Hayotbek aka, ishlarimiz yoqdimi aka sizga? Ishlaringiz zo'r, komfort chiqdi. Biz aytgandan ham a'lo chiqdi, zo'r. Bo'ldi aka, ishlarimiz yoqqandan xursandman aka. Bu joyimizni manzili qayerda aka? Manzil Izboskan tumani, Daminboycha qishlog'i, Zakovat ko'chasi. Bo'ldi aka. Yaxshi kunlarda ishlatinglar aka. Rahmat. Xizmatlar bo'lsa yana aytaverasiz, zakazlar bo'lsa aka. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar.